Bu tomoni boshqa ikki tomonlama ekan buni. Keyinchalik ham yuvib metib ishlatsanglar bejo'at bo'laverar ekan mana. Eng zo'r narsasiki, bu tayda sonda bor ekan. Ancha-muncha narsalar ichiga ona olib kirib ketaveradi o'zi mana bilasizlar. Rossiyskiy material ishlangan ekan, bejo'at. Keyinchalik ham misol uchun bolishlarini yuvmoqchi bo'lsanglar, olib turib, sekin bolishlarini qaytarib joyiga solib qo'ysanglar, bejo'at bo'lar ekan mana. Bolishlari ham ikki tomonlama ekan. Zo'r ekan mana. Mana buning ichiga men ikkita tabletkasi ham kirar ekan. Endi buni gapiradigan bo'lsak hozir mana. Bunimiz ham ochilar ekan mana. Hayda, ancha-muncha o'zi ayollar bilan ancha-muncha narsalar o'zi sig'ib ketadi. Hatto rossiyskiy displeyda ishlangan mashinalar ham mana. Har tomonlama baquvvat. Buni ham ichiga tushib ko'rsatib beraman mana hozir. Mana sakiyatlar ham hech bor olmayapti mana. Sinmaydi, aytmaydi xudo xolasa. Bunimiz ichiga endi bu stolchasi kiradi. Stolchasi bilan xudo xolasa mana yangi yilni boshi deb turib $100 ga beryapti-ki, Andijon tuman bo'ylab dastlabki mavjud ekan. 12 ta viloyatga ham kelishilingan holatda dastlabki berar ekan. Endi bu keyingi ishimizga o'tadigan bo'lsa, bu mana pampersli deb nom qo'ygan ekan. O'zlari pampersli ekan. Bunda har xil turlari bor ekan. Rangiga moslab olsanglar bo'laveradi, uylar rangi. Bu ham mana ochilar